Amiga, salam alaikum. Sizlar bilan Tezo. Bizda birinchi YouTube qasimiz bu umid. Assalomu alaykum. Snickersiyman. Yo'q. Snickersiyman. Sizga savol, agar o'l bola bo'lib qolsangiz nima qilasiz? Bunaqa birat videolarni sal ko'proq olar edim deb yozibdilar. Tasavvur qiling, siz o'l bola bo'lib qolganingizda eng yaqin do'stingiz bitta dona qizni deb sotib ketsa nima qilasiz? Yigit o'ldiradi, qamaladi, chiqadi deb yozibdilar. Bizni YouTuberimiz Kiraxon. Agar siz o'l bola bo'lib qolsangiz nima qilgan bo'lar edingiz? Uchta imkoniy bor deb tasavvur qilamiz. Agar men o'l bola bo'lib qolganimda yana qiziqda bo'lib qolardim deb yozibdilar. Agar o'shanda men sizni eng yaqin do'stingiz bo'lib qolsam, bitta qizni deb sizni sotib ketsam nima qilasiz? Meni bilib ko'p biladi va u sizni tashlab meni yonimga kelar edi deb yozibdilar. Bo'ldi, bugungi video shulardan iborat edi. Agar shunaqa videolar chiqishini xohlasangiz, ozroq kanalga obuna bo'lyapti videoga like bosing. Nimaga bo'lishni bilasizlar,